avvaldan sigir sog'ib, o'zim qattiq qilib ko'rmoqchiman. Ko'rdinglarmi? Ham aytaman, ham qilaman. Men hozir meni o'zimni tanishtirar ekanman, chunki begona odamdan cho'chirgan, tим более men doktor bo'lib tepib borishim mumkin ekan. Men sizni просто qilganiga Asani mayli deysan. Oldinda turib turing. Yo'q, men qo'rqyapman. Mana qiyinsiz. Yo'q, men qo'rqyapman. Sen mendan qo'rqasizmi? Men ham sendan qo'rqyapman. Chunki sigir sog'ib qo'ydim, menga telefon bo'lyapti. Qanaqa qilib ko'taraman hozir? Yo'q, qo'rqyapman. Nima oyog'ini o'chab turinglar. Yo'q, hozir yig'laverman. Qo'rqma, ular qo'rqsiz bo'ladi. Sekin boring. Yig'lavering dedim, ishoning. Shuyonim mana, shokolim mana. Shunaqa qo'rqdim, ishoning. Shunaqa yig'liklarim kelib ketdi. Tuz soqqan sut o'zi ichmaysizmi hozir? Aytdim, kuzgacha telefonda samandarga ichiramiz. Mana sutni filtrdan o'tkazib oldik. Bu yerda varonka bor. Mayli ustidan sut qo'yib filtrdan o'tkazib oldik. Mashincha. Endi hozir buni pishirar ekanman. Hozir sut soldik. Endi hozir tegini yoqishimiz kerak, o't yoqishimiz kerak. Pishiramiz. Pishirgandan keyin nima qilish hozir aytishadi. Bilishinglar uchun birinchi marta o'choqda ovqat pishiryapman. Pishirmaganman shu paytgacha. Ovqat emasda endi. Nimadir pishirib ko'ryapman. Shu paytgacha pishirmaganman. Hozir sut aralashtiryapmiz. Keyin qattiq bo'ladi deydi. Necha qattiq oldi? Bizlar hozir sutni sovutyapmiz, deysiz-ku, mana shunaqa. Hozir bizlar sutni bankaga soldik. Bu o'zi qaynatilgan. Hozir endi buni ichiga biz ozgina qattiq solishimiz kerak. Potom rezinoviy krishkada yopiladi. 2-4 soat kutish kerak bo'ladi. Bu ustimizda qattiq bo'lishi uchun. Bo'ldi. Endi nima qiling? Nima? Короче, buni hozir endi o'raymiz. Endi bu 4 soat tayyor bo'ladi. O'zani qattig'imiz уже tayyor bo'ldi. Aralashtirib yubordim. Menga mumkin o'zimda bitta yeb berardim. Qizlar va ishda qo'y, endi samanlar hozir bizga degustator bo'lib beradilar. O'zi yo'q. Yaxshimi? Normalmi? Zo'r yeb ko'rdim. $100 sotaman. Ko'rdinglarmi? Qo'limdan har bitta ish keladi. Odam qilgan ish odam qiladi, eplasa bo'ladi. Endi nima qilsak bo'ladi endi keyingi videoda? Keyingi videoda traktor haydang. Yoki Bering yana bitta. Реально, давайте 50 mingta like bo'lgandan keyin traktor haydayman. Agar shu video 50 mingta like yig'sa, men traktor haydayman. Давайте, men sizlarga ishonaman. Всё, men, yeysiz?